qol, jon qizim tega qol deb yalinaverib bo'lamiz. Ha bu kimsan? Matrizani qizi ya. Qishloqning eng oldi qizi bu. Eng oldi. Mana hayjon o'zi aytsin. Qizimizni aqliga maktabdagi hamma muallimlar hayron qolishadi. Ba'zi birlari Matriza og'amizning uylariga kelib, matematika fanidan masalalarni yechib o'tirganini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Matematika. Ha. Buni ham qo'yib qo'yinglar. Ha. Eshitishimga qaraganda, ana o'sha Toshkentning Manaman degan yigitlari qizimiz Qorako'zni talashib, qirpichoq bo'lib yurganmiz. Nega? Milisaga aytsang qizni qidirib topadi. Undan so'raydi. O'zing o'z xohishing bilan turmushga chiqdingmi deb.